Umurtqa siljishini kineziologiya bilan davolasa bo'ladimi? Albatta, umurtqa siljishini kineziologiya bilan davolasa bo'ladi. Insonlar o'ylaydiki, umurtqa siljishini davolash uchun umurtqani siljigan holatdan orqaga kelib to'g'rilab qo'yiladi deb tushunishadi. Davolash muolajalarini afzalliklari, ayniqsa kineziologiya afzalliklari shundan iboratki, umurtqani siljigan holatda qotiriladi, mustahkamlanadi. Ko'pchilik tushunmaydi, umurtqa siljishi asorat sifatida shakllanishi ham mumkin. Ya'ni asosiy kasallik emas, boshqa kasallikda asorati sifatida shakllanishi mumkin. Buni eng asosiysi birlamchi kasallik boshqa to'qimada bo'ladi. Misol uchun, ayollarda ko'pincha ichki a'zolarda chonoq bo'shlig'iga, tos bo'shlig'iga tushish hisobiga bel yonbosh mushagi, ruschada поясничный позвоночный мышца tortishib qoladi va tortishganning hisobiga uni joylashgan, bitishgan, birlashgan joyi birinchi, ikkinchi bel umurtqa sohasi bo'ladi. Bundan tashqari old sohasida yonbosh suyagidan boshlanib, sonni oldiga o'tib, sonni old sohasiga kelib birikadigan bu mushak tortishib qo'ygan hisobiga bel sohasida giperlordoz, ya'ni ortiqcha egrilik hosil bo'ladi. Natijada ortiqcha egrilikning hisobiga umurtqa chuqqa yuklama noto'g'ri tushadi va inson uzoq muddat shu holat yuradigan bo'lsa, umurtqada siljish kasalligi, spondilolistes kasalligi rivojlanishi mumkin. Va asosiy kasallik hisoblangan opущение внутренних органов, ya'ni ichki a'zolarda tos bo'shlig'iga tushishini kineziologiya bilan zo'r davolasa bo'ladi. Kichik chanoq bo'shlig'iga tushgan a'zolarda har bitta a'zoning o'zini svязкасы bor, ya'ni boylami bor. Bu boylamni tortishib qo'ygan bo'ladi yoki bo'shashib qo'ygan bo'ladi. Bo'shashib qo'ygan svязкаlarni joyiga tushirib, ayniqsa chandiqlarda hisobiga, misol uchun ayollarda kisir secheniya yoki matkan udaleniyasi yoki bachadon olib tashlash yoki miyomani olib tashlash, hattoki ijiki orqali ham qorin old devoriga kesib tushiladi va kesilganda albatta poy, boylam, svязка, muskul ustidagi fatsiya kesiladi. O'sha fatsiya har bitta ichki a'zoda, xuddi shuningdek umurtqani ham egallab, umurtqani ham qoplab turgan bo'ladi. Fatsiya tortishgan hisobiga ichki a'zolar ham pastga oqib tushadi, o'z joyini o'zgartirib pastga tushadi. Shuning hisobiga tortishish yuzaga keladi, natijada umurtqa siljishi mumkin. Va bu kasallikda, ya'ni ichki a'zolarda chonoq bo'shlig'iga tushishini kineziologiya bilan davolash orqali umurtqa siljishini ham davolasa bo'ladi. Kineziologiyani oddiy massajdan farqi nimada? Kineziologiyani Abdurashid bitta tushuntirmoqchiman. Insonning ko'zida misol uchun ko'rish retseptorlari bor. Misol uchun meni halatim oq ekanligini siz ko'zingiz retseptorlari qabul qilyapti. Mana ovozimni baland ovozda yoki past ovozda ekanligini sizning qulog'ingizdagi retseptor qabul qilyapti. Xuddi shuning singari mushaklarimizda, poylarimizda, boylanlarimizda proprior retseptor degan retseptor bor. Bu bizda yuklamani qabul qiladigan retseptorlar, sinapslar hisoblanadi. Va biz miofascialniy test orqali mushakka yuklama beramiz, bosim beramiz va bosimni inson organizmi aks ta'sir qilib va bosimni inson organizmi bizga javob beradi. Qo'limizni bemor qo'lini tepaga ko'tarib biz pastga bosamiz. Agarda kuchi yetmasdan biz qo'limizga qarshilik qilamiz, gipotonus bo'lishi mumkin yoki biz qo'limizga har qancha essaga gipertonus bilan javob berishi mumkin. Bizi qo'limiz, ya'ni kineziolog qo'l yordamida inson organizmidagi proprior retseptorlardagi bosimni qabul qilamiz va inson organizmiga maxsus nuqtalariga ta'sir o'tkazamiz. Misol uchun jigar sohasiga ta'sir o'tkazib, inson organizmidan so'raymiz, shu sohada o'zgarish bormi, muammo shiddatmi deb inson organizmidan so'raymiz. Agar bosganimizda qo'li normatonus bo'lib, hech qanaqa tushib ketmasa, demak jigar sohasida muammo yo'q. Oshqozon osti bezi sohasiga yoki ichak sohasiga maxsus nuqtalarga qo'limiz yordamida ta'sir o'tkazib, bemorning qo'liga test qilib ko'rganimizda agar qo'li tushib ketadigan bo'lsa, demak muammo uni ichagida. Ya'ni inson organizmi bilan gaplashish usuli hisoblanadi. Mashqlarda inson organizmi bilan gaplashish usuli hisoblanadi. Massaj esa umuman inson organizmi bilan gaplashilmaydi, u prosta relaks bo'lib yotadi va har bitta muskuldagi tortishlarni, tirishishlarni uqalab, massaj qilib bo'shatishga asoslangan usul hisoblanadi mashq. Kineziologiya esa inson organizmi bilan individual holatda gaplashiladi. Misol uchun siz aytmasangiz ham, siz gapirmasangiz ham inson organizmidagi o'zgarishlarni anglab olish, aniqlab olish imkoni bor. Bu xuddi jiji bola bilan, ya'ni chaqaloq bilan qanaqa qilib gaplashasiz, siz uni retseptorlari bilan
ta'sir retseptorlar bilan gaplashib, eshitish orqali, uni tinglash orqali, o'pkasini, yuragini, oshqozonini, jigarini eshitish orqali auskultatsiya qilib eshitgan singari biz qo'l yordamida inson organizmidagi propri retseptorlarni eshitamiz. Qo'limiz yordamida eshitamiz va uni aniqlab, to'g'ridan-to'g'ri davolab beramiz. Kineziologiya bilan qanday kasalliklar davolash mumkin? Kineziologiya bilan yuqumli kasalliklar, ayniqsa tuberkuloz, onkologiya kasalliklaridan tashqari har qanday kasalliklarni davolashga imkoniyati bor. Imkoniyati cheksiz demoqchi emasman. Ya'ni hamma tibbiyot yo'nalishlarini bekitib tashlab faqat kineziologiya bilan davolash mumkin demoqchi emasman. O'tkir kasalliklar, ayniqsa travmalarda, avtotravmalarda, o'tkir yurak qon tomir kasalliklari, o'tkir miyadagi o'zgarishlarda hozirgi zamonaviy tibbiyot bilan birgalikda davolansa, davosi natijasi yaxshiroq bo'ladi va bundan tashqari surunkali kasalliklar, nafas a'zolari kasalliklari, oshqozon ichak tizimi kasalliklari, bundan tashqari tayanch harakat a'zolari kasalliklari, misol uchun umurtqa pog'onasidagi kasalliklar, bo'g'imdagi kasalliklarda, bundan tashqari yurak qon tomir tizimidagi surunkali kasalliklarda, hattoki aritmiyalarda va endokrin tizimi kasalliklari, qandli diabet, buqoq bezidagi o'zgarishlarda ham kasalliklarini ham medikamentoz, ya'ni dori ukollarsiz kineziologiya bilan korreksiya qilish, davolashlikka erishish mumkin. Agarda sizda ham yuqoridagi kabi kasalliklar mavjud bo'lsa, hoziroq klinikamizga kelib davolashni boshlang. Kineziologiya deganda hamma umurtqadagi o'zgarishlar, ayniqsa disk rejalari, stenoz, bo'g'imdagi kasalliklar, artrozlarni davolaydigan mutaxassis deb tushunadi. Lekin shunaqangi nuanslari, shunaqangi tonuslari borki, hattoki ko'z kasalliklari, quloq kasalliklari, nafas a'zolari kasalliklari, yurak kasalliklarini ham davolashlikka imkoniyati bor kineziologiyani. Faqat bundan ko'pchilik yaxshi foydalanmaydi. Kineziologiya deganda qo'l yordamida bosib tuklatadigan odam tushunishadi. Lekin mohiyatan ancha chuqur ilm hisoblanadi. Buni orqasida ilm yotadi va rivojlanayotgan soha hisoblanadi. Butun hozirgi tibbiyotni tark etib kineziologiyadan shifo topasiz demoqchi emasman. Hammasini birgalikda mujassamlashtirsangizgina keyin natija olasiz. Misol uchun men kineziologiyani qo'pol qotganda sozlanmagan torga o'xshataman. Tasavvur qiling, organizmimizda kuy chalmoqchisiz. Sozanda kuy chalishdan oldin har bitta torini, simlarini bittadan tortib tinglatib ko'radi. Ya'ni har bitta tori uni jarayonga chiqyaptimi, yo'qmi, hammasiga e'tibor beradi. Xuddi shuni singari inson organizmida ham shunaqa nuqtalari borki, u bo'shab qo'ygan bo'ladi. Uni albatta qotirib, uni sozlaydigan holatga, ya'ni choladigan holatga keltirib sozlashlik kerak. Va buni cholishni asl ustalaridan, ya'ni cholishni, sozlashda asl ustalaridan, asl o'zini mutaxassislardan oladigan bo'lsangiz, natijasi yana ham yaxshi bo'ladi. Kineziologiya haqida va uni imkoniyatlari haqida yana ham to'liqroq ma'lumotlarni, foydali ma'lumotlarni o'tkazib yuborilmasligi uchun sahifamizni kuzatib boring.